Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Sizlarni bugungi yig'ilishimizdan asosiy maqsad kichkina sizlarning mehnatlaringni qadrlagan holda o'zimizni taqdirlash marosimimizni o'tkazmoqchimiz. Avvalambor sizlarga rahmat, shunchalik qishlog'imiz uchun jon kuydirib ishlayapsizlar. Kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay. Endi qo'limizdan kelgancha sizlarga kichkina sovg'a tayyorlaganmiz. Buni katta sovg'a deb qabul qilasizlar degan umiddamiz. Bu qishlog'imizni brendini yanada tanitishda yordam beradi. Bu albatta qishlog'imiz yuzi. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu albatta mana shu shofyorlarimizni tashabbusi bilan chiqqan bir tomonga pul olish, ya'ni Akbarobod hududidan Farg'onaga, Quvaga yoki Toshloqqa qayerga borishingizdan qat'iy nazar siz borsiz, misol uchun yana tushuntirib o'taman shu narsani. Toshloqqa 30 ming so'mga boryapsiz, qaytib kelishingizga hech qanday pul olinmaydi. Yana 30 ming so'm yozmaydi. Bu degani 60 ming so'm emas, 30 ming so'mga Akbarobod hududigacha kirib kelib olasiz. Bu ishonch bilan aytaman, butun respublikada bu xizmat yo'q. Biz faqatgina Akbarobodliklarga xizmat qilganimiz uchun o'zimizni oilamiz deb bilamiz va xizmat qilamiz hammamiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim biz xizmatlarimiz. Assalomu alaykum, aziz hamqishloqlar, akalar, ukalar, do'stlar, xizmatimiz shu taksiga rivojlanish uchun, shu taksidan foydalanayotgan xalqimizga ham tashakkurlar aytamiz. Borlaringizga shukur. Akbarobod uchun hammamiz birdek jon kuydirsak, hammamizga yaxshi. Xudo xolasa, ishonchli va sifatli xizmat qilishda davom etamiz. Akbarobod taksi olg'a.